Haqiqiy Shohona hovliga kelganmiz. Lokatsiyasi juda ham bomba. Mirzo Ulug'bek tumani, Amir Temur mahalladamiz. Havosi juda ham toza, elitniy mahalla. Uyimiz ikkita ko'chaga qaragan, orqa tomoni garajlari ham bor, bu yoq tomoni ham tagji garaj qo'yilgan. Katta ziloniy zona. Hop, basseynimiz 7 ta xona, 750 kvadrat metr, 7 sotu. Gрамотный va sifat bilan qurilgan. O'zingizlar ko'rib baho bersanglar bo'ladi. Hamma narsani sifatli qilishgan. Mebel texnikani shunda tashab ketishadi. Hop, uyga sotishayotgan sababi kichikroq qilishmoqchi ozgina 3 sotulik qilib. O'shanga bu uy ularga kattalik qilyapti. Lekin akamlar o'zlari uchun polni cho'tki qilib, o'tida zo'r qilib qurganlar. Bu yerda mana besetka zonasi, uy ichini ko'rsanglar, bitta baho berasa, qani ketdi. Aslida eshikdan uyga kirib oldi. Kirganimizda kattagina tambur bo'ladi. Chap qo'limizda stroyni katta shkaf, pufik zonasi, kattaligini qarang. Remont etganimiz zo'r chiqqan haqiqatan ham. Mana oynalar ham cho'tki qilib qo'yilgan, chiroyli dekorativ narsalar qo'yilgan. O'ng qo'limizda oshxona joylashgan. Oshxonamizni ko'ringlar. Mana bo'ylarini bitta baho beringlar. Takoy nijniy narsalar ishlatilgan, mebellari hamma narsasi qoladi aytganimdek. Texnikalari o'rtada katta ostrovok. Bu yerda mana yana дополнительный mebellar. Bu yerdan terrasaga chiqib ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan joyi ham bor. Endi zalga o'tamiz. Zalga bitta baho beramiz. Juda ham zo'r chiqqan qaranglar. Katta TV zona, mebel texnikalari. Hop, aralash qilingan, turistskiy ham bor, mesniy ham bor. Zo'r qilingan hammasi. Yaqinda qo'ygan ekanlar mebellarni ham. Kattaligini qarang, razmerini. Ko'rib turgan hamma texnika mebellar qoladi. Bu oynalarimiz orqa hovliga, ya'ni orqa mahallaga qaragan. Endi erkak kishilarning orzudagi narsa. Kimgadir orzu, kimdadir bor. Katta kabinet, uy ichida katta televizorlar, ranglarini qaranglar. Toza ofisga mo'ljallab qilingan рабочий stol, ikkitalab oyna, kattagina mebellari ham, texnikalari ham qo'yib qo'yilgan. Zo'r chiqibdi, shaxsan o'zimga rosa yoqdi. Birinchi qavat uchun gostivoy hojatxona. Bu yerga ham alohida mehr berilgan. Hammasi грамотный qilib qo'yilgan. Endi hop, uyga kirganimizda asosiy spalnyamiz, ota-onaga mo'ljallangan spalnya. Mebellari ham qilib qo'yilgan. Tak penallari. Bu yerda mana oynalari kattagina pardalar полный упаковка qilib qo'yilgan. Bu yerda mebelimiz Turkiya ekan, bular ham qoladi. Hop, o'zining ichida sanuzul ham bor, bedeylari, unitazlari hammasi cho'tki qilib qo'yilgan. Bu uyimizda yashayotganiga qaramay, juda ham akkuratniy, toza, hamma narsa грамотный turibdi hali ham. Urilgan, qirilgan joylari yo'q. Endi ikkinchi qavat ko'tarilamiz. Hop, ikkinchi qavati yana ham qiziqroq bo'ladi. Kattagina lyustra. O'ng qo'limizda bitta xona bor. Hozircha namozxona qilib ishlatishyapti. Juda ham akkuratniy turibdi, ko'rasizlar. Razmerlari kattagina, tepada 4 ta xona bor. Endi o'g'il bolalarning xonasi. Marhamat. Dars qiladigan zona. Ofis qo'ysa ham bo'ladi bemalol, chunki ichida yana alohida spalnyasi ham bor. Bu yerda ham cho'tki chiqqan. Shaxsan o'zimga remontlar rostdan ham yoqdi. Hozirgi qiz bolalarnikini ham ko'rsatdim, ular ham zo'r chiqibdi. Mana. Mebellarning hammasi yangi turibdi. Uyimizda unaqa ko'p yashalmagan, ham akkuratniy yashalgan, juda ham pokiza. Bu yerda katta hol, ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi, dushavay qilingan bu yerda. Beday unitas hammasi cho'tki qilib qo'yilgan. Endi qiz bolalarning xonasiga kiramiz. Shu xona rosa ham o'zimga yoqdi. Nijniyligini qaranglar. Bu yerda make-up zonasi, birin-ketin ko'rsatib, bu yerda unaqa chiroyli oynalari, pardalariga ahamiyat beramiz. Dars qiladigan zona, divanli zona, bu yerda spalnyamiz, mebellari bilan daji. Ichidagi sanuzul ham qiz bolaga mo'ljallab qilingan. Mana qaranglar. Kabinlarni boshqa tanlashgan ekan. Hammasi chiroyli, nijniy qilingan. Hop, tepadagi 3-xonamiz bo'ldi. Jami 6 ta xona bo'ldi. Endi oxirgi xonamiz 7-xona. Ota-onaga mo'ljallangan master bedroom spalnyasi. Marhamat. Kattaligini qaranglar. Hammasi cho'tki qilib qo'yilgan. Zo'r. Sanuzlargacha zo'r ishlov berilgan ekan. Hamma yerda qaranglar. Alohida zo'r qilingan ekan. Cho'tki rangda tanlangan ekan. O'zining ichida garderobi ham bor. Buni ko'rsataveraman tez.
Hop, endi podol qismiga tushamiz. Hop, podolga tushganimizda o'ng qo'lda katta trenajyorniy zal qilingan, o'zlariga mo'ljallab cho'tka qilib qo'yilgan. Chap tomonimizda bu yerda barga mo'ljallangan ekan. Mana endi katta помещение, stol tennis qo'yib qo'yilgan. Juda ham zo'r. Hop, bu yerda sauna uchun mo'ljallangan bitta xona bor. Bu yerda kotelniyimiz va uyda kladovkasi joylashgan. Bu uy sotilyapti. Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temurda bo'ldi. Narxi 1.350.000 dollarda belgilanyapti. Mebel texnikalari bilan sotilyapti. Uy gрамотный chiqqan. Hop, telefon qilinglar, baraka qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.